Assalom ona yurt tonglar o'rkasi. Ta'rif tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Sen toshqin jayhonim, teran sayhonim. Sen mening o'tmishim, sen yorug' kunim. Yelkadosh o'lkalar bilan hamnafas. Shonli Turkistonim, O'zbekistonim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qalbi qaynoq aziz vatandoshlar. Boshlanayotgan tong barchamizga muborak bo'lsin deya biz yana ijodiy jamoamiz bilan birgalikda sizga eng dilxush onlarni hadya qilish maqsadida allaqachon studiyadamiz va jonli efirlarimizni boshlab oldik. Mana shunday yuqori kayfiyat barchamizni tark etmasin deymiz. Albatta, bugun milodiy taqvim bo'yicha, demak 2025-yilning 24-iyun sanasi va hijriy sana hisobida esa 1446-yil Zulhijja oyining 28-kuni ekan. Bu degani yana bir kundan keyin hijriy taqvimda yangi 1947-yil, demak Muharram oyining 1-kuni boshlanar ekan. Qanday ajoyib lahzalar, qanday ajoyib daqiqalar. Demak, har bir o'tayotgan soniyamiz, daqiqamiz bu tarixga aylanib bormoqda. Bu hijriy yil bo'ladimi yoki milodiy yilmi? Eng asosiysi biz hozir siz bilan birgamiz. Albatta. Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini biz an'anamizga sodiq qolgan holatda ajoyib dilbar tarona bilan boshlashni biz an'ana sifatida o'zimizga qabul qilganmiz va keling bugun ham mehmon san'atkorimizning dasturimizda ajoyib taronalari bilan demak studiyaga kutib olamiz va keling marhamatlarni chorlab qolamiz. Albatta, demak bugun mehmon san'atkorimiz umidli xonandalarimizdan biri xushovoz sohibi, demak Mirzobek Matnazarov tashrif buyurganlar. Ular tomonidan go'zal taronalarni hozir birgalikda kutib olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Boshlangan kun xayrli bo'lsin. Rahmat. Demak, yurtdoshlarimizga go'zal taronalar taqdim etamiz albatta. Boshladik. Hasta vücudumdan beni örtedi bir yol. Ulgun şeyhanda ulu gül yüzünün işkide men vağlaçı bülbül. Ulu zülfü perişan ulu gül yüzünün işkide men vağlaçı bülbül. Ulu zülfü perişan Ram kılıp sormadı halımın içi gidip ulu ağrazı gülgü Meni vada bir vafa eylemedi ki ulu vada siyavda Meni vada bir vafa eylemedi ki ulu vada siyavda Arvan espediş kutuda yandı bu canım Yoksa bir kırarım Arvan espediş kutuda yandı bu canım Yoksa bir kırarım Avaz eyvüsün ki salıp ağlama gulgu Yıl berçesi heyran Avaz eyvüsün ki salıp ağlama gulgu Yıl berçesi heyran Sensiz ne kılaymış bu cehandan küydü canım Sen bana gereksin Aydın yolu da kılsa kabul olmayı tamam Canım bana kurban
Şömeller yürü bağıra ağzı dilaydım divaney meşre Bir an iken kilmedi birden kaşımız re Uza olma devra Bir an iken kilmedi birden kaşımız re Uza olma devra Uza olma devra Uza olma devra Olgun şeyi hende Olgun şeyi hende Uza olma devra Olgun şeyi hende Uza olma devra Olgun şeyi hende Uza olma devra Erta tongdan mana shunday energiyaga boy bo'lgan taronalar, demak, odamni bahri dilini yaratadi, to'g'ri emasmi? Albatta, sizga rahmat aytamiz va siz bilan hozircha xayrlashamiz. Demak, kadr ortiga kuzatib qo'yamiz. Azizlar, bizdan endi yana ajoyib ma'lumotlarga boy bo'lgan lavhalarni sizga taqdim qilishga harakat qilamiz. Bugun dastur davomida bizga ajratayotgan vaqtingizdan xursandmiz avvalambor va siz uchun har bir soniyangizni manfaatli bo'lgan ma'lumotlarga boy tarzda o'tishiga biz harakat qilamiz. Albatta, O'zbekiston xuddi Xon atlasi kabi, demak, o'z tabiati, urf-odatlari, qadriyatlari bilan o'zgacha his tuyg'ularni bizda baxsh aylaydi. Demak, Xorazm ham bunda o'z tabiatiga ega hisoblanadi, to'g'ri emasmi? Shu bilan birgalikda to'ylarimizni aytmaysizmi? Patirnonlarimiz, eng asosiysi Xorazm patirlarini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Butun O'zbekiston bo'yicha eng mashhur nonlardan biri ham ayniqsa Xorazm patirlari hisoblanadi. Nimaga aynan? Xorazm non? Bilmadim, endi biz xorazmlik bo'lganimiz uchun balki bizga unchalik bu nima deydi, oddiy holdek tuyulishi mumkin, lekin bilasizmi, poytaxtga boramizmi yoki yurtimizni qaysidir boshqa jabhasiga boradigan bo'lsak, ayniqsa Xorazm patirlari deya katta e'tirof bilan, katta e'tibor bilan bizning nonlarimiz tilga olinadi. Albatta. Demak, biz keling mana shu o'zga xoslikni ta'riflovchi lavhaga navbatni beramiz va siz azizlarga ushbu ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Marhamat. Biz tarixda mana shunday ot qo'shilgan arabalarda kelinlar olib kelinganligini bilamiz. Bugungi kunda ham xonadonlarda mana shu qadriyatlarimiz saqlab qolingan holatda ot va yilqilar boqilmoqda. Umuman olganda o'sha paytlari Xorazm tarixi qanday bo'lsa, bugun ham jonli tarzda birgalikda guvoh bo'lamiz. Asrlar osha saqlanib kelayotgan qadimiy an'analar bugun ham xalqning qalbida, hayotida, kundalik urf-odatlarda yashab kelmoqda. To'ylar, qo'shiq, laparlar Xorazmning mashhur oshxonasisiz o'tmaydi. Aylanaman gelinni kaddi bo'yindan, aylanaman gelindim kaddi bo'yindan. Ayni paytda biz Urganch tumanining Turkmanlar mahallasidamiz. Mana shu mahallada turli millat vakillari do'stlikda istiqomat qilishmoqda. Ahamiyatli tomoni bugungi reportajimiz davomida biz Xorazmning qadriyatlari, an'analari bilan sizlarni tanishtirishni maqsad qilganmiz. Haylachek, canlachek, can, ajoyibdir bu lachek. Haylachek, canlachek, can, ajoyibdir bu lachek. Haylakma demeng bizni, açıp bırak karan gözünü. Haylakma demeng bizni, açıp bırak karan gözünü. Erteden qiynab o'zni. Bu urf-odatlar xalqning hayoti, mehnat faoliyati, oilaviy munosabatlari, mehmondoshligi hamda ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi. Xorazm ayollari qadimdan boshiga lachak o'rashgan. U nafaqat libos, balki mas'uliyat, iffat va odob ramzi bo'lgan. Halakası odun çöpni yalmaydı. Tava kaşık yuvulmasdan kalmaydı. Halakası odun çöpni yalmaydı. Tava kaşık yuvulmasdan kalmaydı. Eğer hiçse on arcağa sığmaydı. On hatına gönek bular bulacak.
Eğer yeşse 5 arcağa sığmaydı, 10 hatına göynek bolar bu leçek. Hay leçek can, acayiptir bu leçek. Xorazm an'analari o'ziga xosligi va takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Aynan qadimiy qadriyatlarimizni biz bevosita mana shunday manzillarga kelganimizda yana bir bora guvohi bo'lamiz. Ayni paytda biz lachak o'rash marosimiga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Umuman olganda tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ayollarimiz necha yoshdan lachak o'ray boshlashgan? Orta Asiyada, ayniqsa bizning Xorazmda 64 yaşdan lechak salib başlaganlar. Bu bizlarga qadimiy, an'anaviy miras, analarımızdan, mamalarımızdan miras olub kelgan. Aq metallardan tikib to'plarni, üstüden 2 metrden ta 10 metrgacha aq buklan bilan o'rab, üstüden chiroyli qilib bezab shuni shu shaklga keltiramiz. Biz hamma hududlarda, viloyatlarda shu lechaklarimizni yoshlarga ibratamiz qilib ko'rsatib beramiz. Har hududda o'zining lechaklari bor. Salish jarayonlari bo'ladi. Lechaklar bu sog'liq uchun uralgan. Bir emas, 7 turdagi ro'mollar o'raldi. Bu mana shunday Xorazm iqlim sharoitida odam isib ketmaydimi shuncha? Yo'q, isib ketmaydi. Bu lechak kiygan ayol katta hurmatga, e'tiborga sazovor bo'lgan. Lechak kiygan ayolimiz endi g'iybat qilmaydi, ortiqcha gap so'z qilmaydi, oilasiga, el-elatına o'zi butun bir madaniyatli ayol bo'lib ko'rinadi. Bugungi kunda ham mahallangizda lachak o'rayotgan mamalarimiz bor, shunday emasmi? Albatta. Ulug' yoshli mamalarimiz bor, 100 yosh bilan yuzlashib o'tirgan mamalarimiz bor. Bebek, bebek, bek, bebek, 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 bek, bebek. Atasını kanı bebek, enesini canı bebek. Katta yigit bo'lsin bebek, o'qib olim bo'lsin. Xorazmning o'ziga xos marosimlardan yana biri bu beshik to'yi. Chaqaloq uchun beshik to'yi nainki bolaga, balki ota-onalarga, butun avlodga beriladigan duodir. Beshik to'yi xalqning bolaga nisbatan muhabbatini namoyon etadigan go'zal an'ana. Beshikka belab farzand ulg'aytirish ota-bobolarımızdan qolgan bizga qadriyat, miras. Chunki bizim omalarimiz bolalarni beshikka belab ulg'aytirishgan, ular shunday pahlavon, chiroyli, kelbatli bo'lib o'sgan. Yosh kelinlarimizga bolalarni beshikka belashni o'rgatamiz. Sokin yotadi, yaxshi uxlaydi, to'g'ri bo'lib o'sadi, oyoqlari, qo'llari qiyshaymaydi. Kelinlarimize Allah'larını açışını öğretemiz. Çünkü Allah'lar arkalı onun mənəviyyətiga ta'sir qilamiz. Xorazmda indi başqa hududlarni beshikləri baland, bir başqacha bo'ladi. Bizning beshiklarimiz shu o'zimizda o'sgan tol degan yog'ochdan tayyorlanib, quritilib, yaxshilab bezak beriladi, keyin beshik tayyorlanadi. Shu beshikni keyin ustalardan olamiz bozordan, xorvatlar tayyorlaydi buni. Ular ham ota-bobosidan kelgan udum bo'yicha ota bolasına, bala nəbirəgə öyrətib shunday qiladilar. Qadriyatlarimiz haligacha davom qilib kelmoqda. Xorazm nonlari 15 asrlik tarixga ega. Mana hozir guvohi bo'lyapsizlar. Patirlarimizni yopishyapti. Mana patirlarimizni har xil turlari bor. Yog'li patirlarimiz yopishyapti. Go'shtli patirlarimiz mana bor. Hazm bo'lishda yaxshi Xorazm nonlarini. Patirlarimizning turlari ham ko'p. Go'shtli patirimiz, yog'li patirimiz, piyozli patirlarimiz bor. Qizil patirimiz bor, pomidorli patirlarimiz bor. O'ziga xos xususiyatga ega hammasi. Chalpaklarimiz ham bor mana, yupqa chalpaklarimiz. Yog'da qovurib olamiz. Keyin oralarini bularni qatiq surtiladi. Demak, siz ham turli xil ko'rinishdagi va ta'mi bilan ajralib turuvchi Xorazm patirlaridan tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu manzil sizni kutmoqda. Kelin salom. Kelinning erning qarindosh urug'larga mahalla ahliga birinchi bor ta'zim bilan salom berish marosimi. U maxsus odatlar, go'zal so'zlar va milliy qo'shiqlar ila bezatiladi. Bu qadriyat kelin boshiga chimildiq yopilgan holda amalga oshiriladi. Xorazm kelin salomlari boshqa hududlardan nimasi bilan ajralib turadi? Aynan bizning Xorazm kelinchaklari kelganda birinchi salom berib keladi. Salomni farqi qo'llari ko'ksinda bo'lib ta'zim beradilar.
lekin bizada yangilik. Bu degani sababi bosh shoshaq, dili yumshoq bo'lsin. Har bir aytgan salomlaridan o'tgan bobolarini aytib, uydagi momolarni aytib, o'tganlarni hammasini yodaylab, shu bo'sondan salom berib keladi. Keyinchalik shu narsa tozimiz davom qiladi. Qaynona qaynotalariga, qaynonalarga hammasiga egilib salom beradilar. Kelin salom navosi esa marosimga yanada ko'proq ruhiy ta'sir bag'ishlaydi. Bu an'ana nafaqat Xorazmning, balki butun o'zbek xalqining ma'naviy merosi sanaladi. Uning yoshlar ongida saqlanishi va davom etishi xalqning madaniyati, o'zligini asrab qolishga qaratilgan yana bir muhim qadriyatdir. Urganch tumanida qadriyatlarimizga guvoh bo'ldingiz. Aynan kelin salomlari farzandlarimizning ilk qadamida rizqli bo'lsin farzandimiz deya kichkina nonlarni yopilib, bolajonlarga ulash, patir yopishlari, non yopishlari qolaversa milliy taomlarimizga guvoh bo'ldingiz. Urganch tumani ko'p millatli xalq. Turkmanlar, qozoqlar, o'zbek, rus millatlari ahil-inoq bo'lib yashab kelayotganiga guvohmiz. Aynan shu Turkmanlar mahallasida mana qadriyatlarimiz jam bo'lgan joy desam xato bo'lmaydi. Sayyohlarimiz ham Ulug' hovli majmuasida qadriyatlarimizni ko'rib, hayratlanib, milliy taomlarimizdan totib ko'rishadi. Xorazm qadriyatlari ana shunday tirik tarix. Bugunni ma'noli, ertangi kunni esa nurli qiladigan ruhiy merosdir. Hiç kim görmesin de binam alıştım. Ulan içinde gazal alıştım. Ulan içinde gazal alıştım. Oyna bike oynaganın kaladı. Oyunu koyun oynaganın kaladı. Hurmatli yurtdoshlar, mana shunday go'zal demak sahifa uchun biz hamkasbimiz Monika Qurbonovaga minnatdorchilik bildiramiz va dasturimizni yana yuqori kayfiyatda davom ettiramiz. Albatta, endi biz qizg'in suhbatlarga kirishsak bo'ladi. Bugun bilasizmi nima haqida suhbatlashamiz? Nima haqida? Salomatlik haqida. Yurtdoshlarimizga salomatlik haqida ajoyib tavsiyalar berishga harakat qilamiz. Ayniqsa yoz mavsumida ular e'tiborli bo'lishi kerak bo'lgan jihatlar haqida suhbatlashishga harakat qilamiz. Albatta, jismoniy faollik bu nafaqat inson salomatligini saqlashi, balki uni mustahkamlashida ham chuqur joy egallaydi. Demak, biz qanchalik ko'p harakat qilsak, qanchalik ko'p jismoniy faol bo'lsak, bu o'zimiz uchun naqadar yaxshi ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz, aziz yurtdoshlar. Albatta, jismoniy faollikni oshirish uchun albatta sport bilan shug'ullanish ham alohida e'tibor, demak, o'rin egallaydi, e'tibor talab qiladi. Shunday ekan, bugun jismoniy faollikni inson organizmiga qay darajada sifati yuqori ta'sir ko'rsata olishi haqida suhbatlashish maqsadida mehmon taklif qilganmiz. Demak, Urganch shahridagi birinchi oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Bekbosh Atajonova bizni studiyamiz mehmoni bo'lmoqdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, o'zlaringiz ham xush kelibsizlar. Kun xayrli bo'lsin. O'zlaringiz Sizga atalgan rahmat. Savollarimiz juda ham mizkor. Biz birin-ketinlikda ularni sizga taqdim etishni boshlaymiz. Demak, inson doimiy harakatdaman deb o'ylaydi va albatta bu harakatlar uning sog'lig'i uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bunday tarzda ular mana shu harakatlardan tashqari yana jismoniy harakatlarni ham bajarish kerakmi? Nima deb hisoblaysiz? Jismoniy faollik deganda o'zi bu umumiy tushuncha hisoblanadi. Bunga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sog'lom ovqatlanish hamda jismoniy faollik bu sog'lom turmush tarzini asosiy negizi hisoblanadi. Jismoniy faollik deganda masalan insonlar kundalik ishlarini, uy yumushlarini qilishlari mumkin, jismoniy faol bo'lishlari mumkin, piyoda yurishlari mumkin, keyin bundan tashqari dala ishlarini qilishlari, keyin turli xil harakatli mashqlarni qilishlari, bundan tashqari jismoniy mashqlarni o'ziga yoqadigan tarzda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishlari bu jismoniy faollik turlariga kiradi. Bu turlar bilan shug'ullanish inson sog'lik salomatligi uchun juda foydali hisoblanadi. Bu jismoniy faol bo'lgan insonda organizmda moddalar almashinuvining jadallashuviga va immunitet mustahkam bo'lishiga sababchi bo'la oladi.
Juda yaxshi. Shu bilan birga uy ishlari deb ko'p takrorladik va uy ishlari ko'p bo'lgan yurtdoshlarimiz tinmasdan harakat qilyapman deb o'ylashadi. Lekin mana shu ishlar orasida ham ular e'tiborli bo'lishsa, qaysi mashqlarni bajarishga harakat qilsalar bo'ladi, to'g'rimi? Uy ishlari bu jismoniy mashqlar sifatiga kirmaydi, to'g'rimi? Yo'q, kiradi. Uy ishlari, uyum ishlari bilan shug'ullanish jismoniy faollik turlariga kiradi. Lekin bunga yana qo'shimcha tarzda jismoniy mashqlarni o'ziga yoqadigan tarzda, hattoki 20 minut davomida raqs bilan shug'ullanishlari ham insonga yaxshi kayfiyat berib, jismoniy faollik darajasini oshiradi. O'ziga yoqadigan tarzda ma'lum bir mashqlar bilan shug'ullanganlari bu jismoniy faollikni yanada oshishiga sababchi bo'ladi. Faqatgina uy yumushlari bilan cheklanib qolmasdan kundalik faoliyatni takomillashtirish lozim kerak bo'ladi. Bilamizki, agar 3-4 ta yoki bolalar yig'ilib qoladigan bo'lsa, ularning orasida bahs munozaralar ketishni boshlaydi. Kimdir aytadi, yurish foydali, kimdir aytadi, yo'q, to'xta, yurish emas, yugurish foydali deydi. Yana kimdir aytadi, yo'q, ikkalasidan ham velosiped haydash har kuni bir xil vaqtda va bir xil kilometr, bir xil masofada, demak, velosiped haydash foydali deyishadi. Bularning qaysi biri foydaliroq? Piyoda yurish, velosiped haydash, yugurish bu jismoniy faollikni turlari qatoriga kiradi, lekin uchalasini ham bir inson qilishi mumkin, lekin har kim o'ziga yoqadigan tarzda bu turlardan foydalanishlari mumkin. Masalan, jismoniy holatdan kelib chiqdi, to'g'rimi? Jismoniy holatdan kelib chiqqan holda, ya'ni masalan, keksa yoshdagi insonlarimiz, surunkali kasalliklari bor insonlarimiz ko'proq piyoda yurish tanlaganlari ma'qul. Ular uchun oson va qulay usuli hisoblanadi. O'rta yoshdagi hamda yosh insonlarimiz esa yugurish, velosiped haydash, bu jismoniy faollik turlarini tanlaganlari ma'qul, shulardan foydalanganlari ma'qul. Bu yoshga qarab, o'zini xohishiga qarab tanlaganlari ma'qul hisoblanadi. Juda yaxshi ma'lumotlar. Lekin shu bilan birgalikda mana endi yugurishni boshlaydiganlar ham birinchi yurishdan boshlash kerak, to'g'rimi? Yurishdan boshlashlari kerak. Bu uchalasiga ham alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, uchalasini ham foydasi katta hisoblanadi. Masalan, piyoda yurish natijasida tanadagi barcha mushaklar ish faoliyati yaxshilanadi. Bunda organizmdagi barcha organlarimizni ish faoliyati yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari velosiped haydagan paytda insonlarda chuqur nafas olish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni bu organizmni qonni kislorod bilan ta'minlanish miqdori ortadi. Buning natijasida barcha organ faoliyatlarimizning ishi yaxshilanadi. Ya'ni yurak qon tomir tizimi, jigar hamda buyrak organlarining ishi yaxshilanishi, immunitetni mustahkamlanishi, asabiylashishni yo'qolishi jarayonlari kuzatilishi mumkin. Yugurish paytida ham bunda yo'qotilgan kaloriya miqdori ortadi. Bunda ham yugurish paytida ham organizmni kislorodga bo'lgan talabi ortadi, qonni kislorod bilan ta'minlanishi ortadi. Buni o'ziga yoqadigan tarzda shug'ullanganlari ma'qul hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, siz yuqorida hozir ta'kidlab o'tdingiz, yurish inson faolligini oshiradi va albatta sog'lig'ini mustahkamlaydi. Yuqorida yana 3-4 ta misollar keltirib o'tdingiz, qayerga qanday foyda bo'lishi. Buning uchun sizga rahmat va yana bitta savol bor shu o'rinda. Jismoniy faol bo'lish, demak, odam tanasidagi viruslar yoki infeksiyalarga qarshi kurasha oladimi degan savol bor. Albatta, bu jismoniy faol bo'lgan insonda kasalliklardan chekinish holatlari kuzatilishi mumkin. Ya'ni masalan piyoda yurish, yugurish bo'lsin, velosiped haydash bo'lsin, bunda organizmni kislorod bilan ta'minlanishi ortadi. Buning natijasida butun organizmda ish faoliyati, organlarning ish faoliyati yaxshilanadi. Masalan, jismoniy mashq qilayotgan paytda nafas yo'llaridagi bakteriyalarning soni kamayishiga, ularning organizmdan chiqib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ajratish sistemasi ishga tushadi. Peshob chiqishi, ter ajralishi natijasida organizmda erkin radikallarning kamayishi, bularning kamayishi natijasida turli xil kasalliklarning kamayishi kuzatilishi mumkin. Va shu o'rinda ulamolarning gapini eslashimiz darkor deb o'yladim.
Demak, tibbiyotni sultoni Abu Ali ibn Sino shunday ta'birlarni keltirgan ekan. Ovqating doring bo'lsin, doring ovqating degan jumlalarni keltirgan ekan. Ayni yoz mavsumida ovqatlanishga ham katta alohida e'tibor qarash kerak, to'g'rimi? Chunki yoz mavsumida iste'mol qilinishi kerak bo'lgan ovqat ratsioni bu boshqa fasllarga, boshqa mavsumlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shularni ahamiyati haqida gaplashsak. Ovqatlanish bu sog'lom turmush tarzini asosiy negizidan biri hisoblanadi. Faslga xos tarzda ovqatlanish bu inson uchun juda foydali usul hisoblanadi. Ya'ni yoz mavsumida harorat ko'tarilishi natijasida, issiq bo'lishi natijasida ko'proq insonlar tez va oson hazm bo'ladigan ovqat mahsulotlarini tanlaganlari ma'qul. Bundan tashqari suvga bo'lgan ehtiyoj, organizmda suvga bo'lgan ehtiyoj talabi ortadi. Suyuqliklarni ko'proq iste'mol qilishlari, gazli ichimliklardan cheklanishlari, tuz hamda shakar miqdorini kamaytirilgan holda ovqat ratsionini, kundalik ovqat ratsionini tartibga solishlari ma'qul. Ya'ni kundalik organizm uchun kerak bo'lgan kaloriyani, ya'ni uglevodlar, yog'lar, oqsillarni kiritib turgan bu balansni tartibga soluvchi jarayon hisoblanadi. Shu bilan birga yog'li ovqatlarni ham, go'shtli ovqatlarni ham unchalik ko'ngil tutsamay qoladi yoz mavsumida. Yog'li ovqatlar va go'shtli ovqatlarni qovurilgan holatda emas, qaynatilgan hamda bug'langan holatda iste'mol qilgan ma'qul. Yoz mavsumida. Agar biz hozir endi go'shtli, yog'li ovqatlarni iste'mol qilmaydigan bo'lsak, bundan qaynatilgan holda iste'mol qilishimiz mumkin deb aytib o'tib ketdingiz. Bu insonning demak kam qonliligiga sabab bo'lib qolmaydimi? Agarda ovqatlanishda kundalik ratsionga amal qilishadigan bo'lsa, ya'ni tarelka usulini inobatga olgan holda ovqatlanishsa, ya'ni tarelka usuli deganda tarelkani 4 qismga bo'ladigan bo'lsak, 4 dan 2 qismini sabzavotlar tashkil qilishi, keyin 4 dan 1 qismini uglevodlar hamda 4 dan 1 qismini ho'l mevalar tashkil qilgani ma'qul. Bunda ovqat ratsionini balansini tartibga solinadi tarelka usuli. Shunday ovqatlanishsa, bu kamqonlik kasalligiga duchor bo'lishini oldini oladi. To'g'ri ovqatlangan holda. Aynan bizni dasturxonimizda mana aytib o'tdingiz, o'sha tarelka usulida dedingiz va shuni kunni qaysi vaqtida yoki o'shalar ketma-ketligi qanday holatda iste'mol qilish ma'qul? Chunki bizda desert sifatida shirinliklar ham tortiladi. Undan oldin sabzavotlar yoki salatlar bo'lsa, undan ham oldin balki mevalar. Biz odatlanganmiz mevalarni ovqatdan keyin iste'mol qilishga, lekin eshitishimiz bo'yicha bu noto'g'ri, to'g'rimi? Noto'g'ri, juda to'g'ri. Bunda ovqatlanishni ertalabki nonushta hamda tushlikda o'ziga yarasha, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan balansni tartibga solgan holatda ovqatlanishlari, kechqurunlari bo'lsa, yengil taomlarni iste'mol qilishlari, ko'proq meva va sabzavotlarni iste'mol qilganlari ma'qul. Juda yaxshi. Demak, yana bitta savol paydo bo'lmoqda. Jismoniy faollik deganda, yana shu mavzuga qaytadigan bo'lsak, har kuni demak tinmasdan ishlaydigan odamni oladigan bo'lsak, misol uchun, va albatta har kuni bir xil vaqtda bir xil masofani bosib o'tadigan odamni oladigan bo'lsak, qaysi biri foydaliroq bo'ladi? Bunda jismoniy faollikda har kim o'ziga yarasha ma'qul tarafini oladi. Ya'ni kundalik uyum ishlarini qiladigan insonlar bor, keyin jismoniy yuklamali ishlarni, mashqlarni qiladigan insonlar bor. Buni o'zini organizmdan kelib chiqqan holatda, organizmni holatidan kelib chiqqan holatda bajarganlari ma'qul. Masalan, keksa yoshdagi odamlar kundalik ish bilan shug'ullanishlari, ular og'ir jismoniy mehnat bilan, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanisha olmaydi. Har kimni o'z xohishidan, istagidan kelib chiqqan holatda bu yo'lni tanlaganlar ma'qul. Og'ir jismoniy mashqlarmi yoki yengil jismoniy mashqlarmi o'ziga yarasha tanlaganlar ma'qul. Rahmat mazmunli suhbat uchun. Sizga
tashakkur aytamiz va albatta qimmatli vaqtingizdan emasdan studiyamizda mehmon bo'layotganingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Azizlar, biz yana davom etamiz. Demak, mana shunday qizg'in suhbatlar va siz uchun manfaatli bo'la oldi deb o'ylaymiz bizni suhbatlarimiz va o'zingizga qaysidir ma'noda yangi ma'lumotlarni qabul qilib olgan bo'lsangiz, biz bundan xursandmiz. Albatta, dasturimizni yana sahifalar ketma-ketligi bilan davom ettirmoqchimiz azizlar. Dasturimizning buyuk shaxslar sahifasini ochamiz. Xo'ja Ahmad Yassaviy tasavvuf ilmining buyuk namoyandasi, Yassaviy tariqasining asoschisi, turkiy shariatning yirik vakillaridan biridir. Albatta, qadimgi Yunonistonda donishmandlar ism qismatdir deya bejizga aytishmagan. Ba'zi ismlar o'sha insonning tirikligidayoq unutilib ketadi. Ba'zi tabarruk ismlar esa asl farzandlarga insoniyatning o'zi beradi degan fikrlarni keltirishgan. Turkistonda va butun dunyoda mashhur aziz avliyolardan Ahmad Yassaviy ham ana shunday buyuk insonlardan biri hisoblanadi. Albatta, bizning zamonimizgacha yetib kelgan qadimiy bir muhrda Ahmad Yassaviyning 11 ismi naqsh etilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, bular Qul Xo'ja Ahmad ibn Ibrohim ibn Mahmud ibn Iftixor ibn Ishoq hazrati Sulton al-Orifin Ahmad Yassaviy. Demak, azizlar, galdagi lavhamiz Sulton al-Orifin Ahmad Yassaviy haqida bo'ladi. Marhamat. Marhamat. Ahmad Yassaviy 1103-yilda Sariyom, hozirgi Sayram qishlog'ida Shayx Ibrohim xonadonida dunyoga keladi. Keyinchalik u o'z ona yurtini asarlarida Ul Muborak Turkiston deya tilga oladi. Yassaviy tug'ilganidan so'ng ko'p o'tmay onasi Muso shayxning qizi Oysha xotun olamdan o'tadi. 7 yoshida esa otasi vafot etadi. Kichik Ahmadning tarbiyasi opasi Gavhar Shahnoz zimmasiga tushadi. Opasi bilan Yassi shahriga ko'chib o'tishgach, Ahmad dastlabki ta'limotni Yassida mashhur olim Shahobiddin Isfijobiydan oladi. So'ngra u yerdagi bir qator tolibi ilmlar kabi Arslon bobo qo'lida tarbiya va tahsil oladi. Aynan shu shaharda Yassaviy botin ilmi sirlarini mukammal o'zlashtiradi. O'sha zamonlarda Mavarunnahrning ilm ma'rifat markazlaridan bo'lgan Buxoroda ko'plab turkistonlik toliblar yig'ilishgan. Ustozi Arslon bobo ko'rsatmasi bilan Yassaviy ham Buxoroga yo'l oladi. Buxoroda arab, fors tillarini o'rganish bilan bir qatorda Forsida yaratilgan tasavvufiy adabiyot bilan tanishadi. Hoji Abdulloh G'ijdivoniy, Abdulloh Baqiriy, Hoji Hasan Andoqiylar bilan ham suhbat va ham maslahat bo'lib, davrning eng peshqadam olimi va sufisi Shayx Hamadoniy muridlari qatoridan joy oladi. Shayx Hamadoniydan suluk odoblarini o'rganadi, ilmu saboqlaridan bahramand bo'ladi. Ahmadning o'zi ustoz Yusuf Hamadoniy huzuriga 23 yoshida borganini va ul hazratning tarbiyasiga noil bo'lganligini aytadi. Keyinchalik Buxorodan o'z yurti Yassiga qaytgan Ahmad madrasa va xonaqoh qurdirib, o'z atrofiga ko'plab shogirdlarni to'playdi. Ahmad Yassaviy tarbiyalab yetishtirgan shogirdlar Mansur bobo, Abul Malik ota Toshxo'ja, Hakim ota Sulaymon Baqirg'oniy, Zangi ota va boshqa ko'plab tolibi ilmlardir. U o'zi asos solgan Yassaviya tariqatini shogirdlari orqali Turkiston va Shosh atrofidagi viloyatlarga tarqata boshlagan. U sufiylik g'oyalari, shuningdek, o'z tariqati asoslarini targ'ib etishda she'rlaridan, hikmatlaridan foydalanadi. Ahmad Yassaviyning vafoti turli yozma manbalarda hijriy 562, milodiy 1166-67 yil deb ko'rsatilgan. Orif Usmon rivoyatlariga ko'ra Yassaviy 125-yil, ya'ni boshqa bir rivoyatga qaraganda 133 yil umr ko'rib, hijriy 562-yilda vafot etgan deb yozgan. Umuman olganda Yassaviyning tarjimai holiga doir ma'lumotlar juda kam va u har tomonlama chuqur o'rganilmagan. Ulug' mutafakkirning juda chuqur va boy mazmunga ega bo'lgan Devoni hikmat asaridagi sufiylik, Yassaviyning falsafiy dunyoqarashi o'zining butun borlig'i bilan o'quvchining diqqatini rom etadi. Uning o'zi Devoni hikmat nomi bilan biror bir kitob yozmagan. Ushbu nodir asar uning murid va izdoshlari tomonidan yig'ilib tartib berilgan.
Asarning boshidan yakuniga qadar ulug'vor insoniy fazilatlar, kamtarinlik, mehr-muhabbat, ishq, sadoqat, haqiqat, adolat, hurfikrlik, insonni insondan ayirmaslik kabi masalalar falsafiy nuqtai nazardan olqishlanadi. Va aksincha, johillik, nodonlik, yomonlik, savodsizlik, haqsizlik, adolatsizlik, molparastlik kabi illatlar qoralanadi. Bunday xislatga ega bo'lgan insonlar insof diyonatga chaqiriladi. Uning fikricha, insonlar bir-birlariga yaxshilik qilishlari, hasadgo'y bo'lmasligi, shu bilan bir qatorda o'z mol davlatiga ishonib yashamasligi kerakligi, bu dunyo hammadan qolishi aytiladi. Beshak biling bu dunyo barcha eldan o'taro, ishonmagil molingga bir kun qo'ldan ketaro. Ota ona qarindosh qayyon ketdi fikr qil, 4 oyoqlik cho'bim ot bir kun senga yetaro. Dunyo uchun g'am yema, haqdan o'zgani dema, o'zgalar molin yema, sirot uzra tutaro. Ahli ayol qarindosh hech kim bo'lmaydi yo'ldosh, mardona bo'l g'arib bosh, umring yeldek o'taro. Qul xo'ja Ahmad toat qil, umring bilmam necha yil, asling bilsang qaro gil, yana gilga ketaro. Uning nuqtai nazarida hikmat ilmiy laduniy, ya'ni ilmu g'ayb haloyiq va ilohiy sirlarni kashf aylash mazmuniga ham ega. Yassaviy hikmatlaridagi asosiy o'rinni pand nasihat egallaydi. Hikmatlarning barchasida sufiylik tariqatining asoschilari haqiqatni bilish, haqni sevish, nafsu dunyodan chekinishga da'vat etuvchi g'oyalar o'z aksini topgan. Inson ruhi va ongini har qanday illat, qabohatdan ozod etish kerak. Ana shundagina inson axloqiga ko'z tashlanuvchi ayrim nuqsonlar yuzaga kelmaydi degan fikrlar komil insonni shakllantirishning asosiy yo'llaridan biri sifatida ta'kidlanadi. Zero tasavvuf nafs lazzatlaridan voz kechish demakdir. Nafs ochko'zlik, o'g'rilik, jaholat, xudbinlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun Ahmad Yassaviyning hayotiy shiori qanoat sanaladi. Inson haqni ko'rishga yetishish uchun og'ziga qanoat qilishi, shukronalikni bilishi, halol luqma yeyishi lozim. Nafsga muti bo'lganlar esa xudbinlikdan qaytmaydi, nafs balosiga uchraydi. Xususan, nafsdan kechib qanoatni pesha qilgan, har kim topsa rozi bo'lib bo'y sungan, yaxshilarga xizmat qilib duo olgan, andoq oshiq mahshar kuni armoni yo'q. Jondan kechmay hu degan bari yolg'on, bu gumrohdan so'rmang savol yo'lda qolgan, haqni topgan o'zi pinhon, so'zi pinhon, ul sababdan 63 da kirdim yerga. Banda bo'lsang mehnat tort qil, g'ofil odam, oqil ersang g'animatdir senga shuldam, omonatdir aziz joning, yurma beg'am, eshitib o'qib yerga kirdi qul Hoji Ahmad. Mavarun Nahrda Yassaviya tariqatidan keyin 2 yirik tariqat paydo bo'lgan. Birinchisi Naqshbandiya, ikkinchisi Bektoshiya. Tasavvufdagi barcha tariqatlarda bo'lgani kabi Yassaviya tariqatida ham o'z qoidalari, odoblari mavjud. Hoji Ahmad Yassaviy nafaqat Xuroson va Mavarun Nahr, balki turkiy zabon barcha xalqlarning ma'naviy tarixida keng ma'lum bo'lgan mutasavvuf donishmand, ruhiy va jismoniy komillik sari yetaklaydigan insonparvar shoir bo'lgan. Demak, o'ylaymizki, ushbu Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturi sizning eng sevimli ko'rsatuvlaringizga aylanib ulgurmoqda. Chunki har kuni yangiliklar va albatta sizga manfaatli bo'ladigan sahifalar ketma-ketligi sizga tortiq etilmoqda azizlar. Albatta, bilasizmi Ahmadbek, kunni avvalida aynan mana shu paytda insonni qabul qilishi juda ham yaxshi holatda bo'lar ekan va biz ham bejizga qizg'in suhbatlar orqali yangi ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga taqdim qilishga harakat qilmaymiz. Bu bejizga emas, chunki ayni daqiqalarda bizni xotiramiz yana ham yaxshi ish faoliyatini yuritadigan onlar bo'ladi. Shunday ekan, azizlar, biz sizni har bir o'tayotgan soniyangizni demak mazmun
amalga o'tkazishda o'z hissamizni qo'shayotgan bo'lsak, biz bundan juda ham mamnunmiz. Shunday ekan, biz yana bugungi kun texnologiyalari va aynan kitobxonlik borasida so'z yuritishni niyat qildik. Albatta. Demak, biz yana qizg'in suhbatlarga kirishamiz va undan oldin sizga bir ma'lumotni yetkazib qo'ymoqchimiz. Xabaringiz bor, Farg'ona shahrida Central Asia 2025 fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslari 18-xalqaro konferensiyasi o'z ishini boshladi azizlar. Albatta, bugungi kunda elektron axborot resurslarining o'rni ulardan foydalanish orqali aholiga demak axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni takomillashtirish va shunga o'xshash mavzularda so'z olib borilgan konferensiyada va keling endi batafsil tarzda uni demak mana shu konferensiya ishtirokchilaridan bilib olsak. Albatta, ushbu xalqaro konferensiyada demak vohamiz ahli ham ishtirok etishdi va bugun ana shu ishtirokchilardan bo'lgan viloyatimiz vakillari studiyamizga kelishgan. Mahmud Zamaxshariy nomidagi Xorazm viloyat axborot kutubxona markazi direktori o'rinbosari Mavludaxon Qurbonboyeva va Urganch tuman axborot kutubxona markazi direktori Mehribon Yusupovalar bilan ham suhbat bo'lamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyada ko'rganimizdan mamnunmiz. Mana bir qancha albomlar va adashmasak yutuqlar bilan ular tashrif buyurishgan. Keling, dastavval shundan boshlaylik. Mana ko'krak nishonlari sinib bezab turibdi va aynan mana shunga fidoyi mehnatlaringiz samarasi sifatida bugun bemalol ayta olamiz, to'g'rimi? Konferensiya qanday o'tdi? Taassurotlar qanday? Konferensiya juda yaxshi o'tdi. Taassurotlarga boy bo'ldi. Konferensiyada 500 dan ziyod ishtirokchi ishtirok etdi. Keyin 6 ta sho'bada o'quv seminarlari bo'ldi. Ushbu o'quv seminarlarda juda yaxshi mavzular ko'tarildi. Kutubxona sohasida mana aytyapmiz, axborot kutubxona texnologiyasi deyapmiz. Bizani kutubxona sohamizga ham texnologiya kirib kelgan. Shu bo'yicha mavzularda seminarlar, o'quv seminarlarda mavzularda qatnashdik, seminarlarda. Keyin tajriba almashdik. Kutubxona bo'yicha kelgan ishtirokchilar bilan birgalikda barcha mana shu soha vakillari, barchasi, to'g'rimi? Yangi texnologiyalar kirib kelmoqda, baribir texnologiya asrida yashayapmiz va aynan kutubxonachilik, ularni kitobxonlikni targ'ib qilish borasida ham bu ijtimoiy masala sifatida bemalol ayta olamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aynan yangilik sifatida siz o'zingizga qanday ma'lumotlar bilan qaytdingiz? Bu yilgi Farg'onada bo'lgan anjumanda eng birinchi bizlara yangi loyihalar 30 ta chet el fuqarolari qatnashdi. Bularning loyihalari bilan tanishib, ish almashinuvlari bo'ldi. Eng quvonarlisi Farg'ona viloyati hokimligi bu yilgi yilini kitobxonlik yili deb e'lon qilgan ekan. Bundan biz juda ham faxrlandik, sevindik. Bundan tashqari axborot kutubxona prezidentimizni qarorina binoan axborot kutubxona a'lochisi unvonlari ham shu anjumanda berildi. Bizlar ham shu unvonga sazovor bo'lganlar safidamiz. Bundan juda xursandmiz. Yana bir quvonarlisi Farg'ona viloyatida uy kutubxonalari, ya'ni o'zini xususiy kutubxonalari 200 dan ortiq ekan. 200 dan ortiq uy kutubxonalari tashkil qilingan ekan. Bular haqida anjumanda katta ekranlarda roliklar qo'yib, har birini tanishtirishdi. Shunday quvonarli bo'ldi, ko'rib, sevinib, shunday xalqimiz borligidan xursand bo'lib o'tirdik. Bundan o'zlarimizga keraklicha xulosalar oldik va kelib mana shu tajribalarimizni, o'rganganlarimizni ish jarayonimizda amalga oshirmoqdamiz va xursandchiligimiz cheksiz. Bunday anjumanlar bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Albatta, bu juda ham yaxshi yangiliklar, ya'ni yaxshi xabarlar. Lekin hozirda zamon juda ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Yoshlarimiz kundan kunga demak telefonlar deymizmi, gadjetlar, planshetlar va ular ushbu internet asriga ko'nikib bormoqda. Kitob o'qish esa endi afsuski qisman kamayib bormoqda. Ularni mana shu kitobxonlikka yanada jalb etish borasida qanday ishlar qilinishi lozim deb o'ylaysiz? To'g'ri aytganingiz, qisman to'xtab qolyapti kitobxonlar, yoshlarning qiziqishi kutubxonaga. Lekin hozir mana bu keyingi vaqtlarda yangi binolar barpo qilinishi, hokimliklarimizni kitobxonlarga e'tibor berishi, prezidentimizni yoshlarni ma'naviy yuksaklikka ko'tarishi, kitobxonlik tadbirlari bo'lib turibdi. Masalan, o'zlarimizni Urganch tumanida
bir necha loyihalar asosida kitobxonlik tadbirlari o'tkazamiz. Bizada shu hisobotlar berilib boriladi. 6 oylik hisobotimizda 540 dona Urganch tumanini o'zida faqatgina yoshlarni kitobxonlikka jalb qilish maqsadida tadbirlar o'tkazilgan. Bu tadbirlarimiz o'zlarimizning ijtimoiy kanallarimizda yoritib boriladi. Bular bilan butun O'zbekistonimiz ko'rib boradi. Nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlar ham birgalikda ko'rib boradi. Mana shu loyihalar asosida yoshlarni kutubxonaga jalb qilmoqdamiz va hozir biz xursandmiz. Yoshlar avvalgidek emas, siz o'ylaganchalik ham emas. Albatta hozirgi zamon talabiga javob berib, telefonlar deyaptilar, boshqa nimalar deyapti, lekin baribir o'qiyman degan yosh avlod o'qishini davom qildirib kelmoqda. Ulardan ham mana shu kitobxonlik borasida unumli foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Bugungi kunni kutubxonasi qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz, Mavlud opa? Bugungi kunni kutubxonasi hozir mana hamkasbim ham aytib o'tyapti, zamonaviy binoga ega bo'lishi kerak. Keyin bu texnik jihozdan ta'minlangan bo'lishi kerak. Kirgandan kitobxon o'zi texnikalardan foydalanib kitobni buyurtma qilib bilishi kerak. Keyin buyurtma qilingan kitob ham shu buyurtma qilingandan keyin ma'lum daqiqada kitobxonga yetib kelishi kerak. Demak, avvalgidek o'zi aslida kitoblarni birma-bir saralab qidirish ham o'zgacha gasht beradi o'quvchiga, lekin bugungi kunda vaqtni hisobga olgan holatda baribir vaqt jadallik bilan o'tmoqda va har bir soniyani qadriga yetgan holatda texnikalardan foydalanish bu kitobxonlikni rivojlantirish va targ'ib qilishda yana ham alohida o'rin egallaydi. Bu barchamizga ma'lum. Texnika mavzusi hozir ochildi va shu o'rinda yana bitta savol paydo bo'lmoqda. Agar kutubxonalarda, demak, bilamizki, juda ham ko'p nusxaga ega bo'lmagan kitoblar mavjud va ushbu kitoblarni ko'pchilik qidirib kelishadi. Bunday vaziyatlarda demak elektron variantlari ham bo'ladimi shu kitoblarni sizda? Agar bo'lmaydigan bo'lsa, shuni elektron variantda qilish sharoiti mavjud, to'g'rimi? Mavjud. Albatta bizani masalan viloyat Mahmud Zamakhshariy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi ushbu texnika jihozlar bilan jihozlangan. Katta skaner nimalarimiz bor, apparatlarimiz. Unda kitoblarni masalan bir nusxali noyob, keyin kitobxonlar tomonidan ko'p so'raladigan adabiyotlar birinchi navbatda raqamlashtirib elektron shakllari yaratilgan. Kitobxonga shu buyurtma bo'lgan vaqtida o'z vaqtida labbay deb javob beryapmiz. Demak, noqulayliklar tug'ilmaydi. Yo'q. Barcha sharoitlar allaqachon yaratilgan. Urganch tumanimizda bizda 110 mingdan ziyod kitobxonamiz bor. 16 mingga yaqin kitobxonamiz bor. Mana shu kitobxonlarimiz milliy Alisher Navoiy kutubxonasi bilan hamda viloyat kutubxonasi orqali tarmoqlar aro bog'langan. Agarda bizada yo'q bo'lgan mana shu kitoblar bo'lsa, ulardan tarmoqlar aro olishimiz mumkin. Juda yaxshi. Mana kitobxonlik mavzusida so'z olib bordik va o'ylaymizki, har bir kitobxon bugungi kunda demak elektron variantda bo'ladimi yoki uni an'anaviy tarzda mana shu kitoblarni varaqlash orqali kitob o'qiydimi yoki uni tinglashni ham hozirgi kunda mana shunday imkoniyatlari bor, juda keng qamrovda imkoniyatlar yaratilgan va qanday usuldan foydalanishmasin, baribir kitob o'qish bu bizni ma'naviyatimizni oshirishda, so'z boyligimizda va mana shunday holatlarda fikrni teranligini oshirishda ham alohida o'rin egallaydi. Biz bejizga kitobxonlik mavzusida so'z olib bormadik. O'ylaymizki, yurtdoshlarimiz uchun bu yangiliklar manfaatli bo'ldi degan umiddamiz va sizni ham faoliyatingizga omadlar tilaymiz. Mana shunday sharafli kasbda kitobxonlarga kitoblarni bilim bulog'ini yetkazishda charchamang deymiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Erta tongdan demak studiyamiz mehmoni bo'lganingizdan biz yana bir bora sizdan minnatdormiz. Rahmat. Shu o'rinda Muqoyaxon, bilasiz, yana bitta ma'lumot esimga tushib qoldi. Agar siz kuniga 15 sahifa kitob o'qiydigan bo'lsangiz, yil oxirida siz bemalol o'rtacha 20 ta dona kitobni o'qigan hisoblanar ekansiz. Demak o'rtacha 20 kitob. Albatta, lekin har kuni 15 sahifadan. 15 sahifa aslini olib qaraganda unchalik katta miqdor emas. Albatta. Va qiyinchilik ham tug'dirmasa kerak. O'zingiz sinab ko'rganmisiz shu usulni? Albatta. Kitob 10 ta bo'lib qolgan. 10 ta bo'lib qolgan. Demak, kattaroq kitobni olib o'qiganlar omadbek menimcha. Bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli Oynaijahon muxlislari, ushbu demak life hack desak ham bo'ladi. Kuniga demak 15 sahifadan kitob o'qishni boshlang va albatta siz ham o'z o'qilgan kitoblar javoningizni to'ldirishni boshlaysiz. Biz esa siz azizlar uchun yana go'zal tarona taqdimoti
taqdimotiga shoshilmoqdamiz va albatta studiyamiz mehmon san'atkorni yana bir bora sahnamizga taklif qilamiz. Mirzobek Matnazarov tomonidan yana bir go'zal tarona taqdimoti amalga oshiriladi. Marhamat. Tog'u toshlarning chiroyi lola gul ohu bilan xasta ko'nglimning quvonchi gul kamon obro' bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning 15 qorong'u 15 yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan Derd o hicran ezdi bağrım Neyleyin şamu sabah Şul eker sevge sevişken Kısmeti cebru cefa Kançalar yazsam yürek kan Hile arz bulmaz dava Zahmeti ishq dard yurursa Zahmeti sherdur davo Chunki og'uning shifosi deydilar og'u bilan Ağladım mihrini bil Könlüme yat deb oylama Aşkara iş derdim Siz uyat deb o'ylamang G'ayratini yonsa aslo Behaya deb o'ylamang Yorni men jonim deb aytsam İltifot deb o'ylamang U yashar mensiz va lekin men tirikman u bilan oyning 15 qorong'u 15 yog'du bilan umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan
erta to'ydan tabassum qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunday sokin yoki energiyaga boy bo'lgan taronalarni tinglashingiz lozim azizlar. Demak, bugungi mehmon san'atkorimiz Mirzobek Matnazarovga minnatdorchilik bildiramiz va albatta yanada bundanda go'zal tarona taqdimotini siz azizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Albatta, ajoyib taronani birgalikda tinglab oldik. Ana endi biz yana qizg'in suhbatlarga kirish arafasidamiz. Bugun ham dasturimizda har xil soha vakillari va ularda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar haqida suhbatlashishga harakat qilyapmiz va bugun ham yana suhbatdoshimiz borlar. Aynan ular demak O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi, Urganch shahar ijodkor ayollar guruhi raisi Qurbonbek O'razmetova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga. Assalomu alaykum. Bizda sizni she'riy satrlaringiz bor. Keling, ularni agar ijozat bersangiz yurtdoshlarimizga o'qib eshittirsak nima deysiz? Albatta. Demak, marhamat. Qiz ko'ngli bo'sh deganlari yolg'ondir. Ko'ngil toshga aylanibon qolg'ondir. Qiz o'qsa kechira olmas yomondir. Endi bo'lsa yuraging to'la qondir. Kechgan bahorim, kechgan ko'nglim. Ana shunday ajoyib satrlarni bizda demak taqdim qilganlar va aynan mana shu soha haqida gaplashsak. Keling, bir qancha kitoblarni ko'ryapmiz mana stolimiz ustida. Ijodda qanday yangiliklar? Ijodda avvalambor assalomu alaykum, hurmatli televideniya xodimlari, Assalomu alaykum. hurmatli boshlovchilar, yaqinlashib kelayotgan bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Iloyim elga ezgulik, go'zallik baxsh etadigan kasbkorlaringizdan doimo baraka topib yuringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Endi yangiliklarga keladigan bo'lsak, men ijodkor ayollar guruhi raisi sifatida avvalambor ijodkor yoshlar bilan ishlayman. Bu holat menga albatta ilhom baxsh etadi. Ularning ijodlariga ozmi ko'pmi yordam berib turaman. Undan tashqari sizlarga yaxshi yangiliklar bilan kelganman. Yaqinda Xorazm yoshlari nashriyoti tomonidan yangi kitobim nashrga berildi, nashrdan chiqdi. San'at va ma'rifat olamiga teran nigoh. Bunda mening ushbu ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi sifatida ilmiy konferensiyalar uchun yozgan ilmiy maqolalarim jamlangan. Bu kitobda nafaqat san'at va madaniyat, balki jadidchilik harakati bo'yicha Xorazm Xiva jadidchilik harakati namoyandalari, bizning ota-bobolarimizning ilm ma'rifat uchun, xalqni ozodligi, erki uchun kurashgan bobolarimizning hayoti haqida ham ko'pgina ilmiy maqolalarim jamlangan. Undan tashqari oilada farzand tarbiyasi, keksalarni jamiyatdagi o'rni va faolligi to'g'risida va bir qancha ilmiy konferensiyadagi maqolalarim jamlangan. Demak, har xil mavzularda biz maqolalarni, ma'lumotlarni o'qisak bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi yaqinda meni yangi kitobim, ikkita yangi kitobim, bu ikkinchisi Onam aytgan ertaklar. Bu yangi kitobimda hayotiy hikoyalarim, Ishonch gazetalarida, Oila va tabiat, Xorazm ma'rifati gazetalarida va boshqa respublika miqyosida chop qilingan gazeta va jurnallardagi maqolalarim, hayotiy hikoyalarim jamlangan mana shu kitobcha ham nashrdan chiqdi. Bugungi kungacha 5 ta nasriy va she'riy kitoblarim nashrdan chiqqan. Endi sir bo'lsa ham aytayin, Xudo xohlasa. Abdurayhon Beruniy bobomiz haqida, Abdurayhon Beruniy bobomizning jahon ilm fani rivojiga qo'shgan hissasi va Abdurayhon Beruniy bobomiz asarlarini hali ko'p qirralari ochilmagan tomonlarini ochishga harakat qilib yozyapman bu kitobni. Oilada farzand tarbiyasi, ayniqsa ayollarga bo'lgan e'tibor, hayotiy bir falsafiy ustoz va shogird an'analari haqidagi Abdurayhon Beruniy bobomizning yozgan kitoblari, undan tashqari Abdurayhon Beruniy bobomizning eng
nima deydi, mashhur asarlaridan bo'lgan geodeziya asarini o'qib mutolaa qildim va bugungi kunga bog'lab ana shu asarimda Xudo xohlasa yangiliklar bor. Yangiliklar bor. Bu asarni nomini Mangulikka daxldor daho deb qo'yaman. Mangulikka daxldor daho. Men ijodkor bo'lishim, she'r yozib, hikoya yozishim bilan bir qatorda respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy konferensiyalarda ham faol ishtirok qilib turibman. 2 marotaba Abdurahmon Beruniy bobomizga bag'ishlangan ilmiy amaliy xalqaro konferensiyada o'zimni ilmiy maqolalarim bilan qatnashish baxtiga ham muyassar bo'lganman. Bu juda ham yaxshi yangiliklar va albatta nima deydi, uzoq umr ko'rgan odamlar va albatta o'qimishli, bilimli, ziyoli odamlar tomonidan yozilgan mana shunday kitoblar, hikoyalar, demak san'at asarlari baribir xalqimizga manzur keladi. Va ushbu kitoblaringizni, demak maqolalaringizni o'qigan yurtdoshlarimiz demak qanday fikrdalar? Sizga aytishganmi, eshitganmisiz? Endi bu yaqinda chiqqan onam aytgan ertaklar kitobida Ishonch gazetasida chiqqan oqibat, singlingizni yo'qlab qo'ying akalar, duogo'yingizni unutmang kabi hayotiy hikoyalarim ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Ana shu hikoyalarim meni karantin paytida chiqdi. Shu Ishonch gazetasi mas'ul xodimlari tomonidan menga qo'ng'iroq qilib, ayni shu hayotiy hikoyalaringiz bizga yoqdi. Eng yaxshi hayotiy hikoyalar deb tan olindi degani, biz menga shaxsan o'zimga shu ijodimni yanada kengroq bo'lishiga, o'z ustimda yanada ko'proq ishlashimga kuch-quvvat, ilhom baxsh etdi. Albatta shu kitobxonlarga o'zingni ozmi ko'pmi bir odamni ko'ngliga yaqin so'z ayta olish baxti bu ijodkorning eng yuksak baxti deb bilaman. Ozmi ko'pmi ana shu baxtga men muyassar bo'layapman deb o'ylayman. Albatta. Mana she'rlaringizni o'qisak, unda sog'inch, alam, shunga o'xshash tuyg'ular hukmronlik qiladi. Bunga sabab nimada? Endi bu ijodkorning ruhiyatiga bog'liq bo'lsa kerak, chunki ijodkor dunyoga o'zgacha bir teran nigoh bilan, nazar bilan qaraydi. Ko'pchilik ilg'amagan bir go'zalliklarni, insonni qalbida kechayotgan tug'yonlarni, dardlarni seza oladi. Shuning uchun ham ana shu xayollar, tuyg'ular meni ana shunday satrlarni bitishga undaydi desam to'g'ri bo'ladi albatta. Baribir bilamizki, demak, o'z qalamiga mansub yozilgan she'rlarni uning muallifidan boshqa hech kim o'zidek, demak, o'qiy olmaydi. Keling, ijod namunalaringizdan eng o'zingiz yoqtirgan bittasini she'rni o'qib berasiz. Rahmat. Kechinma. Ne qilsa ham oyga qiyin azizlar. Quyosh nuriga mahtal bo'lganini bilmaysizlar. Ishqqa mahtal bo'lganlar oy holini bilurlar. Qorong'u tun qo'ynida oyga rahim qilurlar. Jumboq. Dunyolar adashdi, daryo adashdi. Daryodan ajralib irmoq adashdi. G'animlar bir yonda qahqaha urar, ko'ngilchan tuzoqda sirtmoq adashdi. Kimdir bu dunyoni 5 kunlik deydi. Kimlardir o'zganing g'amini yeydi. Yaxshi va yomonni ajrata olmay bu dunyo to'nini teskari kiydi. Endi men ketyapman jimlik qa'riga. Yuragingdan ismim topolmadim bas. Meni ishq bekasi degan do'stlarim endi menga sira qilmanglar havas. Rahmat. She'rlaringizda o'zingizdan ranjigan holatlarni ham ko'ryapmiz. Bunga sabab nimada? Vaqtida jur'atli bo'lmaganingizmi yoki jur'atlilik qilganingiz sababmi? Nimaga bunday holat, bunday satrlar yozilishiga, tug'ishiga demak sabab bo'ldi? Endi bu ijodkorni qalbi, ruhiyati bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki
Har xil holatda bo'ladi ijodkor, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha holatni qog'ozga tushirish ijodkorni aynan ijodkorligi mana shu joyda. Albatta. To'g'ri, albatta. Endi bu ba'zi paytda ijodkorlar o'zini qalbini ocha biladi, ishonchini, o'zini tuyg'ularini oshkor qiladi, hammaga birday ishonadi. Albatta. Lekin ba'zida endi bu hayot, insonlarda hammasi bir xil nimada emas, harakat bo'lavermaydi. Ana shunday holatda sal o'zing haqida salbiy fikr bildirsa yoki ijodingga qandaydir salbiyroq munosabatda bildirsalar, albatta bu holat shu ijodkorga ta'sir qiladi. Lekin bilamizki, hozir bundan oldingi bizga taqdim etilgan qo'shiqda ham oyning 15i yorug', 15i qorong'u, baribir kamchiliklar hamma joyda bo'ladi. Lekin Albatta. biz baribir nima deydi, bo'sh kelmasligimiz kerak va maqsadlarimiz tomon, rejalarimiz tomon olg'a qadam bosishimiz lozim. Tashrifingiz uchun katta rahmat sizga va o'ylaymizki, keyingi dasturlarimizda bundanda go'zal, chiroyli she'rlar bilan ushbu dasturimizda qatnashasiz degan umiddamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun Salomat bo'ling. Demak, hurmatli aziz yurtdoshlar, biz dasturimizni yana sahifalar ketma-ketligi bilan davom ettiramiz. Galdagi sahifaga navbatni bersak. Marhamat. So'nggi vaqtlarda yashash uchun sokin qishloqlarga ketish megapolis aholisi uchun to'g'ri fikrga aylandi. Albatta, texnologiya asri yaxshi, lekin insonni charchatadi. Yaxshiyamki, yer yuzida hali sayyohlar uchun havosi toza, taomlari tabiiy, go'zal tabiati va mehribon aholiga ega taniqli maskanlar mavjud. Sizni ona sayyoramizning go'zal bir bo'lagi bo'lgan Venetsiyani eslatuvchi Gollandiyaning tabiati go'zal qishloqlaridan biriga taklif etamiz. Githoorn qishlog'i Niderlandiyaning Overijssel viloyatida joylashgan. Rejissyor Bert Hanster 1958-yilda suratga olgan Fanfarlar komediyasidan so'ng Githoorn qishlog'i dunyoga mashhur bo'ldi. Ariqlar va ko'priklar ko'pligi uchun qishloqni Niderlandiya Venetsiyasi deb ham atashadi. Bu yerda 180 tadan ziyod ko'prik bor. Qishloq Venetsiyaga o'xshatilgani bilan undan biroz farqlanadi. Oddiygina dehqonlarga makon bo'lgan Githoornda turmush tarzi barcha qishloqlardagi kabi agrar xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan o'tadi. Hozirda tinch va osoyishta go'zal manzarali qishloqda 2620 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Githoorn tarjima qilinganda ichki shohi degan ma'noni anglatadi. Bu nom unga bir necha asrlar ilgari berilgan. Qishloqda birorta ham ko'cha yo'q. Ko'cha bo'lmagandan keyin avtomashina haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Qatnov suvda, qayiqlar orqali amalga oshiriladi. Harakat faqat kanallarda suzish orqali. Suv havzasi bog', ko'cha, bino va turar joylarni o'rab turadi. U yerdan biror joyga borish uchun albatta qayiqdan foydalanish kerak. Transport, tutun bo'lmagandan keyin qishloq havosining musaffoligini tasavvur qilish qiyin emas. Velosiped qatnovi uchun birgina yo'lakcha yaratilgan. Sayyohlar bu yerga qayiqda suzib, rohatlanish uchun ham tashrif buyurishadi. Yoz faslida sayyohlar uchun turli festivallar tashkil qilinadi. Masalan, suv paradi festivali o'ziga xos. Kech tushishi bilan sayyohlar o'zlari turgan joylardan suv bo'yiga chiqib o'tirishadi va paradni tomosha qilishadi. Bu galgi parad tanlov asosida tashkil qilingan.
Bunda 14 ta maxsus jihozlangan kema qishloq kanallari bo'ylab harakatlanadi. Har bir kemaning jihozi ma'lum bir mavzuga xos. 18-marta o'tkazilayotgan suv paradini Gitxorn qishlog'ining ramzi echki fermasi ko'rinishini aks ettirgan kema boshlab beradi. Keyingi kema esa puflama sozlardan iborat orkestrning chiqishi. Kemalarning birida qadimiy tarix, ajdodlar turmush tarzi aks etadi. Har bir kema o'ziga xos yasatilgan va mazmun mohiyati ham shunga yarasha. Parad mukofoti nonvoyxonani aks ettirgan kema egalariga topshirildi. Bu kema nafaqat o'ziga xos bezatilgan, balki undagi ishtirokchilar ham mazmun mohiyatga qarab kiyinishgan. Suzish davomida tomoshabinlarda ajoyib taassurot qoldirishdi. Suv bo'yiga chiqqan sayyohlar ketgan vaqtlariga achinmaydilar, aksincha xursand bo'lishadi. Qishloq aholisi kamchilik bo'lsa-da, sayyohlarni jalb qilishda bor imkoniyatini hamjihatlik bilan ishga soladilar. Bu bilan faqatgina agrar sohada emas, turizmdan ham, hunarmandchilikdan ham salmoqli daromad olishadi. Shu bilan birga ko'ngillarini xushlashadi, o'zlarini ham, mehmonlarni ham. Qoyil.
Muqoyaxon hash-pash deguncha dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Buni qarangki, demak, har bir o'tgan soniyamiz, har bir o'tgan daqiqamiz bu tarix zarvaraqlaridagi go'zal xotiralarga aylanib ulgurmoqda. Biz esa mana shu xotiralaringizni sizga ajoyib lahzalar uchun boyitish uchun biz hamisha xizmatdamiz. Albatta azizlar, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetish arafasida. Bugun dasturimiz orqali siz uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni va shu bilan birgalikda qiziqarli suhbatlarni ham taqdim qila olgan bo'lsak, ne ajab. Azizlar, bizga ajratgan vaqtingizdan, e'tiboringizdan mamnunmiz. Hamisha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Mana shunday yuqori kayfiyatda dasturni yakunlashga biz taraddud ko'rmoqdamiz. Mehmon san'atkorimiz ham ajoyib taronani bizga taqdim qilishga shaylar, to'g'rimi? Albatta, biz dastur boshida ham, albatta, dastur so'ngida ham sizga bir-biridan go'zal taronalarni taqdim etishga bel bog'laganmiz. Bugungi studiyamiz mehmon san'atkori, umidli xonandalarimizdan bittasi Mirzobek Matnazarov boshchiligidagi demak qo'shiqlar sizga taqdim etildi va albatta dastur so'ngida ham bir dilrabo taronani sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Yaralığınımdan duyan kadimi Harazm'de ebedül ebed ornu devranı merkezinde yengrese ben beni hayrete salarsımde feyz almağın vakti yok arkandayım bezimde ay yüreklerine zefti ter açar furu bir yüzünde ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy, ala yüz yel beri, kara yüz yel beri. Raksa girişi berkim, oynasa dengine. Kayıl usullarını cengine cismi bile cür bulup lezyine akengine rakkasa kıramisen püskül bedengine al yüreklerine zefteter açar kuru bir yüzünde ala yüz boy 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 kara yüz boy boy ala yüz gel beri kara yüz gel beri. Tapar Yunus'un özbeginin gururu Hiç olmasa akar surun Kırap durmalı kuru Bunlar arayanda bulmaz Raksın havanı zuru Ay yüreklerine zevk ter açar kuru bir yüzünde Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz yel beri Kara yüz yel beri. Şuna canım dese bir şuna varılması Dum özüne celbeder Şırın canını hazır Yerge şu lezzimizni Anıtma bir nersesi Ay yüreklerine zevkteter açar kuru bir yüzünde Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz yel